bo'lishasizmi natijalaringizni o'quvchilarimizga? Albatta bo'lishaman. Hozir to'g'risini aytaman, juda ham hayajondaman. Shu vaqtgacha bunaqa efirda jonli umuman qatnashmaganman. Ismim Maftuna. Yoshim 29da, 3 ta farzandim bor. Oddiy oilada tug'ilganman. Xo'jayinim bilan munosabatimiz o'zgardi. Bir chaqirdida keldi dedi, keyin shu bordim. Maqsad telefon olib berdilar. Eng so'nggi rusumdagi telefon olib berdi. Hayratdaman, hayronman men. Hayron, qanday bo'lishi mumkin emas deb o'zimga. Keyin pul berdi, ancha pullar sразу tashyapman gruppaga. Xursandchiligimdan bo'ldi, mana shu narsa bo'lmashi kerak edi. Men xayolimda bunaqa narsalar xuddi mo'jizadek gap edi. Shunaqa tashyapman. Keyin 8-martda hammaga shu oddiy gul bergan onalariga, singillariga berdi-yu, menga bitta qizil atirgul olib keldi xo'jayinim. Qizil atirgul man senga deb turib berdi. Qaynsingillarim shu hamma bordi. Ha deb nima yanga, akam sizni yaxshi ko'rar ekan deb turib. Ya hayratdaman-da, men hayron edim. Shunday gulga qarab qolganman-dagini nima qilyapman? Bo'lar ekan-ku, men ham eplar ekanman, men ham sevimli yor, sevimli ona bo'lar ekanman-ku deb o'yladim. Tillalar olib berdilar. Keyin Allohimga ming adad shukrlar bo'lsin va biz uyga to'lov qildik. Yani tabriklayman, молодец. Ancha vaqtdan buyon kutgan ekansiz buni. Lekin to'lov qilganlaringizni aytishmadi kuratorlar. Mana hozir o'zingizdan eshitdim. Lekin juda xursand bo'lib ketdim. Voy, men hayajonlanib ketdim aytgan gapingizga. Voy, молодцы, juda ham xursandman. Ko'p energiya yuboraman sizga. Ilohim eson omon uyni qo'lga kiritvoylar. Rahmat kattakon. Shu fursatdan foydalanib sizga kattadan katta rahmatlar aytaman ustajon. Siz meni hayotimga qorong'uda xuddi nurdek bo'lib kirib kelgansiz. Mingdan ming katta rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin, bolalaringiz rohatini ko'ring. Shunchalar sizni yaxshi ko'raman. Ey Xudojon, kimnidir jo'nat menga. Ey Xudojon, men bunaqa hayotda yashashim kerak emas. Men chiqishim kerak shu narsadan, stressdan. Hatto Xudoning o'zi kechirsin, jonimga qasd ham qilmoqchi bo'lganman, dorichi. Shunaqa tushkun ahvolda chiqqanman. Allohga ming adad shukrlar bo'lsin. Hozir shukronadaman. Har kuni Allohim o'zingga shukr, bergan rizqingga shukr, shu uyg'otganing uchun, bugun uyg'otganing uchun shukr deb turib, ustoz har kuni sizni aytaman. Allohga beadad sabab chiqgan sizga ham shukr deb turib, har kuni sabab chiqgan. Maftuna, qarang azizam, mana hozir shunaqangi o'zgarganda, hayotingiz 180 gradusga o'zgarganda, umuman boshqacha o'zgarganda, hozir mana shu o'zingiz, mana shu hayotingizni shu qadar botqoqda bo'lishingizga sababchi bo'lgan bloklaringizni topa oldingizmi? Qaysi bloklar bo'lgan ekan? U nima sizga to'sqinlik qilgan? Bloklarim, avvalambor bu meni bloklarim dadamdan xafa ekanman. Dadamdan qanday bo'lsa tashqi dunyodagi, hatto qaynonam bilan yaxshi emas munosabatlarim bitta pul uchun emas, bu izobiliya men uchun o'sha har tomonlama ochildi. Oilaviy uchun, pullar uchun, muomala uchun, munosabatlar uchun, hamma narsa uchun men ochildim izobiliyada. Qaynonam bilan mana qarangda, Maftuna, mana siz aytyapsiz, pullar deyapsiz-da, pul bloklaringizni topa oldingizmi? Topoldim. Topdim va yechdim. Aytdingiz, uddalay oldim. Men uddaladim va qarorni qabul qilganimdan minnatdorman. Молодец. Maftuna, hozir mana juda ko'pchilik sizni holatingizda bo'lib, voy, shuncha qimmat kurs deb o'ylayotgan bo'lsa, Novada, sizni holatingizda bo'lsa, mana 6 oylik shuncha katta kurs, har oyda yangi modul beriladi, shuncha katta darsliklar, shuncha katta kurs va butun insonning hayotini 180 gradusga o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan kursda o'zingiz o'qib, mana shunaqa chiroyli natijaga chiqdingiz-da, azizam. O'ylanib o'tirganlarga nima degan bo'lar edingiz? Mana o'zingiz shu yo'lni bosib o'tgan inson sifatida. Ikkilanmasdan o'qishlarini maslahat berardim. Chunki men o'zim o'sha pulga odam har doim masalan Alloh qalbda deymiz. Qalb qayerda? Bizda emasmi qalb? Bizda. Biz o'sha narsani o'zimizga loyiq ko'rishimiz kerak. Biz qachon o'zimiz sevsak, loyiq ko'rsak, bizga Allohim har doim har qanday eshiklarni ochib qo'yarkan. Men shunaqa xulosaga keldim. Biz o'zimizni sevishimiz kerakligini, shu narsani ruxsat berishimiz kerak. Uddalaymiz. Masalan, men ham hech ham o'ylamaganman, ikkilanib, nechta qarz olib, nechta yashirib, topib, tillalarimni sotib, ana shunday kirib kelganman shu narsaga. Ana. Va men sizni tushundim, Maftuna, va men sizga ko'p energiya yuboraman. Albatta, natijalaringiz bundan-da yuqori bo'lsin. Doim rivojlanuvchilar safida bo'ling.